Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan xursandchiligimni bo'lishmoqchiman. Menda yuragimda og'riq, vrachlarga tekshirtirganimda klapimiz yaxshi ishlamaydi degan edi. Keyin yurakda, oyoqda, qo'lda turib bor edi, qon tomirlarida qon quyulashish. O'shanda Global Trend kompaniyasining reklamasini ko'rib, izlab mana shu Jizzax ofisiga izlab topib keldimda 27-avgustda tavakkal qilib shu dorilardan olib bir kurs ichdim. Xudoga ming shukrki, men kutilmagan natijalarga erishdim. Xudoga shukr. Shu bitta kasallikning orqasidan tomog'imda asma bor edi. Postoyanno oyoqqa berib yursam, baklashga suv ko'tarib yurar edim. Shu asmam qoldi. Prostata bezlarida kuchli shamollash, shamollashlar bor edi. Bular yaxshi bo'ldi. Gemoroyim bor edi, bu yaxshi bo'ldi. Yuragimdagi sanchiqlar qoldi. 100 metr, 200 metr yursam, oyog'im shishib, 2 soat, 3 soat oyoqni ko'tarib yotardim, oyoq joyiga kelish uchun, ish qaytish uchun. Mana shu holatlar qoldi. Men mana shu Global Trend kompaniyasining mana shu dorilarni ichganimdan o'zim ham xursandman. Bunday katta natija olaman deb hech hayolimga ham kelmagandi. Shuning uchun shu xursandchiligimni meni ko'rganlar, taniganlar, bilganlar bo'lsa, savob bo'lsa, savobdir deb mana rolik qilyapmiz. Xudo xolasa 100% ishonchli bazam bor ekan. Men o'zim tajribadan o'tkazdim. Shu xursandchiligimni sizlarga bo'lish uchun mana shu